Hammaga assalomu alaykum. Biz Amanga keldik, Salala degan shaharga. Salala bu Amandagi ikkinchi yirik shahar, ya'ni kurortniy zona desa bo'ladi. O'zi Amanda turizm ochilganiga unaqa ko'p bo'lgani yo'q. Adashmasam shu 5-6 yil bo'ldi va ayniqsa aynan bizdan O'zbekistondan reyslar ochilganiga hech qancha bo'lmadi desa ham bo'ladi. Va fursatdan foydalanib hozirgi mana shunaqa yaxshi sezonda keldik, yaxshi narxlarga skidka bo'lib qolgandan foydalanib sizlarga ko'rsataylik. Bu yoqlarni ham ko'ringlar degan maqsadda. Mana shunaqa gостиница. Bunaqa chiroyli. Shu yerda ham o'zimiz o'zbeklar mana taksi qilishar ekan, ha? Nech pul bo'lyapti? Chilonzor. Chilonzor. Mana bunaqa mashina oldik. 10 realga. Bu emas mana bu. Nissan 20-yil mashinasi. CarPlay'lari ham bor ekan. Mana kartani ulab oldik. Hozir endi mana Salala shahrida mana shu atrofda bo'lgan narsalarni ko'rasizlar. Mana 51 kilometr mana shunaqa uzoqlikda joylashgan ko'p narsalar. Mushuk shu yerda ekan. Qo'yoldi ekan. Shaharni ko'raman desanglar, sizlarga yo taksi yo mashina kerak bo'ladi. Bizga o'xshagan odam bo'lsa, masalan, men yaxshi ko'raman bir tur olmasdan o'zim yurishim, men mashina olaman. Biz shunaqa qildik. Mashina bizga taxminan bir 10 reallarga aylandi, lekin oteldan olsanglar qimmatroq, bir 30-40 50 real ham bo'lib ketishi mumkin. 1 real hozirgi kunda $308. Ya'ni bularning valyutasi balandroq yuradi. 308 necha 308 son qanchadir-da? 84 mi shunaqa. O'shanga mashinani olib biz ko'p joylarni aylanib keldik. Bu mana Taqa degan joy. Taqa viewpoint degan. Atrofga qo'yishadi. Chiroyli. Lekin bitta narsani bilish kerak, bu yerda ikkita sezon bor. Ya'ni yomg'ir sezoni, xarif deydi bo'ladi, iyundan sentyabrgacha davom etadi taxminan. Va quruq sezon bor, bu sentyabrdan maygacha. Va mana biz hozir dekabrdamiz. Bugun 17-dekabr. Havo zo'r, unaqa issiq ham emas, jazirama emas. Hatto bu hozir issiq payti hisoblanadi. Lekin aynan cho'miladigan payt. O'shaning uchun mana bunaqa dengizlarda cho'milaman desanglar, albatta shunaqa payt kelgan yaxshi. Lekin ko'p joylarda masalan vodopatlar bor bu yoqda, har xil yashil chiroyli bir tabiiy bir chiroyli yashil zonalar bor-da. Ularni ko'raman desanglar, endi hozir o'tda qurib yotibdi hamma narsa, to'lqin bundoq bir suv ham yo'q. O'shanga uni ko'raman desanglar, endi o'sha men aytganimdek xarif sezonida kelishinglar kerak. Endi bizanikilarga ko'proq shu dengiz qiziq, o'shaning uchun balki endi nima deydi, hamma o'zi uchun fikr qilib oladi bundan. Bunaqa ko'li bor ekan bularni. Amanda ko'rayotganinglardek juda ko'p yashil joylar. Eng yashil arab davlati hisoblanadi, adashmasam. Shunday suvlar, ko'llar, bularning ham topchanlari bor ekan. O'zi umuman olganda unaqa turizm yaxshi rivojlanmagan joy, bir ko'radigan joylar ham ko'p emas. Bir ikkita masalan mana Taqa degan joy bor, chiroyli, Vadi Darbat degan joylar bor. Umuman mana shu yerda tog'lari bor, o'z kelganinglarda ham ko'rasizlar, bir tomoni tog', Salalani bir tomoni dengiz. U tog'ning ustiga chiqsanglar bo'ladi, u tog'lar ham o'zimizdan qurib yotgan hech narsasi yo'q tog'larga o'xshaydi. Lekin baribir o'ziga yarasha qanaqadir go'zalligi bor. Kelib bitta ko'rib ketishga arziydi. Biz mana Vadi Darbat degan joyga keldik.
Vadiy menimcha vodiy degani arabchada ham mana anaqalar tuyalar bu yerda mana shunaqa zabovedniy zona. Hamma anaqalarda masalan qidirsanglar, qayerga borsa bo'ladi deb birinchi o'rinda mana shu Vadiy Darbatda aytgan. Lekin hozirgi mana quruv sezonida, ya'ni bu hozir dekabr, shu bir iyulda kelish kerak. Suv ko'proq bo'ladi, bu yerda vodopadlar bo'ladi. Hozir quruv sezon, o'shanga hech narsa yo'q bu yerda. Lekin tuyalar bor mana. Agar masalan mashinanglar bo'lmasa yoki haydaginglar kelmasa, hayda olmasanglar, taksi bor, приложениесі bor, o taksi degan Oman taksi skachat qilib olsanglar, o taksini bemalol mana masalan bizda shahar ichida taxminan 1-1,5 realga yurdik. Unaqa qimmat ham deb aytolmayman. Endi u ham to'g'ri kelmasa sizlarga shu otelni o'zidan turlar sotishadi. Bemalol o'sha turlarni olib, aylanib hamma narsani ham ko'rsa bo'ladi. Kichkina vodopad bor ekan, bo'ladi, o'shani keldik ko'rgan. Xullas shunaqa joy mana Vadiy Darbat, kichkina mana shunaqa ko'lcha bo'lib, tushib, kaskadniy vodopad bo'lib, pastga qarab tushgan. Kichkina lekin ko'p. Hozir baribir endi quruv sezon bo'lganiga suv kamroq, tag'in ham mana faqat shu yerda suv bor ekan. Lekin menimcha bundan ham yashil bo'ladi bu yoqlar yomg'ir paytida. Bu yerga kelgandan keyin albatta sim karta olish kerak birinchi o'rinda. 2-3 ta o'sha mobil aloqa operatorlari bor ekan. Biz Amantel degandan oldik. Shu yerda bir ikkita yana supermarketlar, gipermarketlar bor. Lulu degan gipermarket bor. Nesto degan joy bor. Nesto endi bizning Korzinkadan sal kattaroq anaqa. Va Gardens Mall degani bor. Qiziq bir atir-patirli olsa bo'lar ekan o'tdan ham. Xullas biz o'sha sim kartani oldik birinchi o'rinda. Sim karta olgandan keyin bizga taksiga 3 real bonus berdi. Ana o'sha 3 real bonusni biz ishlatamiz. Va nima deydi? Bonuslardan unumli foydalanamiz. Biz qanaqadir boshqa shaharga keldik, Mapratmi degan shahar ekan. Shahar ham bo'lmaydi, qanaqadir qishloqcha, buni qaranglar, mana ahvoli, uychalarni qaranglar. Чисто, vostochniy qanaqa bo'ladi, lekin Qatardan, конечно, kutmaysizlar bunaqa narsani, lekin bu yerda ham bor ekan. Keyin hozir sal ni sezonmi deyman, quruq payti menimcha o'shanga bunaqa yashillik qanaqalar kam. O'tlar, umuman yashil zonalar juda ko'p edi o'zi. Rasmini qarasak, masalan, hammasi yam-yashil, lekin hozir hech bir ko'kalamzorlar yo'q. Balki o'sha sezon dajzaymi deydi bularda, mussonmi qanday narsa deydi xullas. O'sha payt ozgina yomg'ir yog'ib, buncha sezon dajzay ham emas. Sal yomg'ir yog'ib, havo salqinlagan paytlar bo'lar ekan, o'shanda menimcha shu yashil anaqalar bo'ladi. Ko'ramiz, hozir ketyapmiz, dalshi bo'lar ekan. Asosan meni e'tibor bergan narsam amanda bu sokinlik. Qanaqadir super tinch, jimjit, to'polon yo'q, chunki bu yerda alkogol qat'iyan rad nima deydi? Taqiqlangan bo'lgani uchun masalan chet ellik sayohatchilar agar kelib ichaman desa, shu otellarda 2-3 ta otellarda bor. Olib ana qilsa bo'ladi, lekin hech qayerdan sotib ola olmaysiz. Ko'chada kimdir hidini hidlab qolsa ham qamab yuborishi mumkin. Juda jazolari qattiq. O'shanga bu narsani ham mabodo ichadiganlar bo'lsa inobatga olib qo'yinglar va o'zi umuman ichish sog'liq uchun zarar. Men
Hech kimga bu narsani tavsiya qilmayman. Lekin aman ekan deb bir xillik kelib olib, bayram qilaman deb keladi Tailandni bo'ylab. Shunaqa akalarimiz uchun balki opalarimiz bordir. Men sразу aytib qo'yaman, ovora bo'lib yurmanglar, qiynalib ketasizlar. Ko'rdim men shunaqa odamlarni, prosta o'shaning uchun qiynalib, anaqa yurgan odamlar. Shu ovqatlari yaxshi. Bu yerda indiyskiy ovqatlar, Pokiston ovqatlari, arablarning o'zining ovqatlari. Masalan, uncha joyda men yoqmagan bu yoqda normal, yaxshi yesa bo'ladi. Albatta, otelli ovqati joningizga tegadi bir haftada. Lekin McDonald's ham bor, masalan, o'zbeklar yaxshi ko'rgan McDonald's kirib bemalol qilsanglar bo'ladi. Shunaqa mani aman haqidagi taassurotlarim. Hali albatta unaqa Tailand, Vyetnamdagi rivojlanib ketmagan, lekin mana xudo xolisa sekin bo'yapti. Mana biz hozir Gravity Hill degan joyga keldik. Amanda mana ko'rib turibsizlar, Gravity Hill mana 100 metrdan keyin bo'ladi. Mana shu qayerdadir, mana shu joy. Biz Gravity Hill degan joyga keldik. Bu yerda mana bu yo'lda ko'ryapsizlarmi, sal tepalik. Mana biz lekin shu yerda mashina mana bunaqasiga o'zi yurib ketadi. Hozir shu narsani test qilamiz sizlar bilan. Men hozir shu narsani bosmayman. Mana tormozdan oyoqni olaman. Neytralkada endi turibdi. Mana qaranglar. Ketdi mashina. Mana pedaldan olib tashladim, bu neytralka. Shu asosiy narsa bu yerda albatta bu dengiz. Masalan, hamma narsa joniga tegan odamlar bo'ladi-yu. Joniga tegib nima qilishni bilmay, aniqrog'i joniga tegandan hech narsa kerak emas, faqat men yotay suv bo'yida, hech kim tegmasin. Hech kim yurmasin, men asabimga o'ynab degan odamlarga yaxshi ekan. Qaranglar, plyaj mana bo'm-bo'sh, hech kim yo'q. Qaranglar. Hozir cho'miladigan payt bo'lmasam, soat 1:00 bo'ldi. O'shaning uchun yaxshi, albatta endi aynan shu plyajda daraxtlar ham sal kamroq, unaqa palmalar yo'q, lekin naryoqdagi bir ikkita chiroyli plyajda bor palmalar. Chiqib olib yotsangiz bo'ladi, lekin to'lqinli kuchli ekan. Biz Muhsayil degan plyajga ketyapmiz. Eng chiroyli plyajlardan biri. Bilmayman sizlar ko'ryaptimi yo'q, lekin menga shunaqa narsalar ko'ryapti bu yerdan. Vashshi chiroyli ekan, lekin suvning ranglari. To'xtab ketdinglar, mana shu rasm olib ketsa bu qara. Amanni plyajlari juda chiroyli, lekin shu 2-3 ta вообще zo'r plyaj bor. Hozir o'sha plyajga keldik. Ulardan bittasi Muhsayil Beach degan joy. Hozir mana shu yerga kelyapman. Ko'rsataman sizlarga, jinni bo'lib qolasizlar bu. Suvning rangini qaranglar. Plyajda hech kim yo'q. Bo'm-bo'sh. Endi menimcha kun botishiga keladi ko'pchilik. Keyin men yana bitta narsani aytib qo'yay sizlarga. Bunaqa plyajga kelganinglarda, ayniqsa bitta o'zinglar bo'lsanglar, plyajda hech kim bo'lmasa, cho'milinglar, anaqa bo'lsa, to'lqin bo'lsa, iloji bo'lsa. Suzishni bilsanglar ham, masalan. Chunki men Balida cho'kib ketishimga sal qolgan, mana shunaqa tushganman-da cho'milgani. Suv keladi deminda anaqaga, qirg'oqga. Ko'payib ketgandan keyin daryoga o'xshab juda katta tezlikda orqaga oqadi. Ana o'sha oqqanda o'zingizlar bilmay qolasizlar, tizza baravar turgan suvinglardan anta shub etib 1 kilometr uzoqlikda bo'lib qolasizlar. Juda xavfli narsa. Podvodное течение deydi bu narsani yoki rip current deydi. O'shaning uchun o'ta ehtiyot bo'linglar bu narsaga. Nima yana aytish mumkin? Plyajda bayroqlar bo'ladi. Cho'milgani kelganinglarda plyajga bayroqlarga e'tibor beringlar. Qizil bayroq bo'lsa, qat'iyan cho'milish mumkin emas degani. Juda opasniy valna bor degani. Qizil sariq bayroq bor, u menimcha ma'nosi bor. Sal ni sуда degani, xullas o'qib olish kerak yana internetdan uni. Va qanaqadir adashmasam sariq bayroq cho'milish mumkin. Bitta narsa muhimi shu qizil bayroq. Qizil bayroq bo'lsa umuman tushmayli suvga. Maksimum shu qirg'oqdan sal oyoqni qo'llab bo'ldi. U dash kerak emas, chunki
to'lqinga qarshi suzadi-da odam unaqa payt. Kuchi tomon bo'lib cho'kib ketadi. O'sha shunaqa bo'lmasligi uchun to'lqinga perpendikulyar ravishda suzish kerak. Masalan, mana to'lqin olib ketyapti plyajga qarab masalan, ya'ni plyajdan orqaga olib ketyapti, men plyajga qarab suzaman mana. O'shanda kuchim tugaydi. O'shaning uchun bunaqa suzish kerak. Qirg'og'iga parallel ravishda suzib, orqadan kelayotgan keyingi to'lqin sizlarni bu yoqqa olib ketadi. Ana o'sha juda muhim narsa. Shunaqa, o'shaning uchun albatta bu endi tabiat, buni nima deydi? Bunaqa katta qudratni oldida hech narsa qila olmaysizlar, olib ketib qolsa, hech kim topa olmaydigan sizlarni, ayniqsa yovvoyi plyajlarda bo'lsa, sizlarni o'zingizcha masalan hech kim yo'q joyga boraman, cho'milaman deyishinglar mumkin-da. Qo'yinglar, unaqa qilmanglar. Mana bu yerda ham anaqa bor, o'sha spasatel o'tiribdi. Bitta birar qarab o'tiribdilar. Sal ketib qolsa shunday ichaladi, boshqa qiladi. Hamma joyda ham bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Iltimos sizlardan. Mana o'sha Al-Fazaya Beach eng chiroyli plyajlardan bittasi. Sizlarga Amanda reklama qilganda mana shu plyajdan ko'rsatishadi. Xo'rozdan u tepadan chiroyli ko'rinadi bu plyaj. Hozir oldiga tushamiz. Ko'rib olaylik tepadan yaxshilab. Orqasi mana bunaqa tog'lar, mana kanyonga o'xshagan, qaranglar. Mana ishda kun sekin issiqotdi, lekin havo baribir juda ham yoqimli. Bunaqa jazirama emas. Sekin plyajga tushamiz. Lekin hech bir anaqa yo'q ekan bu. Dikий plyajda, yovvoyi plyaj. Bu dam oladigan bir yopiq tapchanlarmi, palatkalarmi qo'ymagan ekan. Lekin to'lqinlar bu yerda juda ham kuchli ekan. Cho'milish sal xavfliroq bu yoqda. Kim bo'lib o'zingizlar kelsanglar agar hech kim yo'q qutqaradigan. Biz sim kartani shu Lulu Mall degan joydan oldik. Amantel degan kompaniyadan 5 realga 7 gigabayt berdi. Undan yana 3 real taksiga berdi. O'sha Aman taksi degani bor, bitta kompaniyada bo'lsa kerak. Unga yana 3 real bonus bizga berdi. O'sha 3 real bonusni ham mana ishlatdik mazza qilib. Mana Salalada ham shunaqa Grand Canyon bor ekan. Ko'rgan keldik shu Grand Canyonni. Qanday desa bo'lar ekan endi, tak. O'xshaydi, конечно, sal. Lekin agar zerikib qolsanglar, bir ro kelib ketishlik joy ekan mana. Shuning uchun bizdagi musulmon davlatlarga mana shunaqa bir halol ovqat yeb, halol bir toza joyda dam olaman deganlarga juda yaxshi variant ekan. Chunki masalan oilaviy kelsangiz, bir katta yoshli onaxonlarni, otaxonlarni yuborsanglar, bexavotir, bilasizlar, juda anaqa bezopasniy davlat. Ya'ni juda xavfsiz, hech bir xavf ko'rmadim. Bemalol qo'yib yuborasizlar, katta anu buvimiz tengi, xolalarimiz tengi odamlar yurishibdi, maza qilishyapti masalan. Yana bitta narsa, biz otelni sal chetroqdan oldik, chunki biz oldindan bilardik mashina olishimizni. Bizga uni lokatsiyasi unaqa muhim emas edi. Lekin shu shahardan o'rgan yaxshi ekan otelni. Agar sizlar shu bir yaqinroq bo'ling, sivilizatsiyaga yetsanglar, chunki ko'p narsa u yerda baribir bor. Plyaj ham yaqin. Masalan, mana Fanar degan otel bor ekan, bu yerda eng zo'ri. Aylanib keldik, har xilni. Yaxshi ishlardi, hamma narsa bor. Bizning otel sal chetroqda, o'shaning uchun biz masalan anaqaga plyajga ham kichkina avtobuschasi bor ekan, 5 minutlik yo'l
olib kelib tashlab har soat to'da yuradi avtobus. 1-2 kun shunaqa qildik, keyin mashina olib bordik. Hozir mana Salaladagi Sultan Qabbus masjidiga keldik. Eng katta masjid bu yerda. Markaziy masjid desa bo'ladi. Shu bularning oldingi yurtboshini nomiga qilingan masjid. Ichlariga ham kiramiz, hozir ko'ramiz. Bu yoq arab davlati baribir, Aman. O'shaning uchun bu yoqqa keladigan bo'lsanglar, bir yangi uzunroq, tizzadan pastroq, ana unda sal yopiqroq kiyim kiyish kerak. Birinchidan quyosh, ikkinchidan endi arab davlati o'zingizlar tushunasizlar, bunaqa ochiq-sochiq kiyimlarda sizlarni hech qayerga kirgizmaydi ham. Bu supermarketlarga va hokazo. Shuning inobatga olinglar va albatta qulay oyoq kiyim. Umuman men hammaga tavsiya qilaman, kim sayohatga boradigan bo'lsa, birinchi o'rinda qulay oyoq kiyim. Chunki ko'p yurasizlar, yurish ham foydali, sog'lig'iga ham, tim bo'lib 3 mahal ovqat bu yoqda faqat yeb ichgandan keyin yurish ham kerak. Hozir mana bunaqa joyga keldik. Tog' usti, ham qaranglar. Qanaqadir jarlimi. Mana qaranglar ichini. Odam tushib ketishini hech gap emas. Mana buni qaranglar. Voy. Shunaqa joylar mana. Hech kim yo'q. G'irt yovvoyi joylar. Lekin mana bu yorug' yomon ekan mana. Mana qaranglar, masjiddan shunaqa qilib ajrab ketsa tamomda. Bu Aman edi. Hammaga rahmat. Agar shu ko'rsatgan narsalarimiz, nima deydi, aytayotgan maslahatlarim agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, kommentariyada savollar bo'lsa yozinglar, javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, ehtiyot qilinglar o'zinglarni.